qanaqadir oldiga maqsad qo'yib harakat qilib ketayotgan bola, qanaqadir bir natijalarga erishganda kimdir keladi, lekin unga senda bitta iltimosim bor edi, iltimos qilaman, mana shuni bajarib ber deydi. Xo'p deb iltimosni qabul qiladi va ayrim subyektiv va obyektiv sabablarga ko'ra iltimosni bajara olmaydi. Mana shunday holatda o'sha iltimosni aytgan shaxs sen ko'tarilib ketibsan, zo'r bo'lib ketibsan, odamlarni mensimay qo'yibsan deb ta'na qiladi. Mana shunaqa holatdagi, mana shu kabi holatlarga tushib qolgan bolalarga tavsiyam, bu holatda siz o'zingizda aybdor his qilmang va ularda ta'na toshlariga uchib qolmang. Bu aslida siz uni iltimosini bajara olmaganligingizda emas, uni asli o'zi kimligini, uni tarbiyasi qayergachaligini va u sizga nima uchun bog'liq, ya'ni sizdan qanaqadir bir manfaat kutish uchun bog'liqmi yoki sizdan hech qanaqa manfaat kutmaydimi? Mana shu narsani ko'rsatib bera oladigan bir xislatlardan biri sirasiga kiradi. Ya'ni iltimosni bajara olmaslik bilan ham kimni kim ekanligini bilib olsangiz bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, qanaqadir maqsad bilan natijaga erishayotgan bolalar, kimdir agar iltimos aytadigan bo'lsa, bajara olmadingizmi, sizga ta'na qilyaptimi, bu sizni o'sha iltimosni bajara olmaydigan darajadagi odam yoki sizni bir aybdor qilib ko'rsatishlik emas, o'zi asli uni kimligini va uni tarbiyasini ko'rsatadigan xislatlardan biri. Bunaqa holatga duch kelib qolsalaring, o'zlaringizni aybdor his qilmanglar.